balandu pastlarin, ko'rsatib yolg'onu rostlarin, o'rgatding ezgulik darslarin, o'zingga shukrlar o'zingga. Yiqilsam tutguvchi qo'limdan, yaxshilar uchradi yo'limdan, bir kalom tushmaydi tilimdan. Ey o'zingga shukrlar o'zingga, bir kalom tushmaydi tilimdan. O'zingga shukrlar o'zingga, o'zingga shukrlar o'zingga, o'zingga shukrlar o'zingga, o'zingga shukrlar o'zingga, o'zingga shukrlar o'zingga. Dedim xalqimga tanitding, boshimga dard keldi aritding. Haq dedim xalqimga tanitding, boshimga dard keldi aritding. Azizdir bergan har ne'mating, o'zingga shukrlar o'zingga. Azizdir bergan har ne'mating, o'zingga shukrlar o'zingga. Kaftingda zaminu samolar, taratding qalbimga ziyolar. Qulingman aytayin sanolar, o'zingga shukrlar o'zingga. Qulingman aytayin sanolar, o'zingga shukrlar o'zingga. O'zingga shukrlar o'zingga, o'zingga shukrlar o'zingga, o'zingga shukrlar o'zingga, o'zingga shukrlar o'zingga. Sehrida beminnat muxlislar mikrida, saqlovchi yomonlar qahrida. O'zingga shukrlar o'zingga. Farz bildim vatanga xizmatni, farz bildim vatanga xizmatni, farz bildim vatanga xizmatni, qarz bildim vatanga xizmatni. O'g'liman shu buyuk millatning, o'zingga shukrlar o'zingga. O'g'liman shu buyuk millatning, o'zingga shukrlar o'zingga. O'zingga shukrlar o'zingga, o'zingga shukrlar o'zingga, o'zingga shukrlar o'zingga, o'zingga shukrlar o'zingga, o'zingga shukrlar o'zingga. El suygan san'atkorimiz, shukri bor inson, o'z yo'liga ega xonandamiz Ahror Usmonov. Do'stlar, xush kelibsiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. O'zingga shukr yaratgan egam, yana ko'rishganimizga shukr, hamon mavjudligimizga shukr, diydor nasib qilganiga, san'atda ekanligimizga, bir-birimizni sog'inganligimizga shukr. Shukrki O'zbekiston bor, shukrki o'zbekni o'zini milliy san'ati bor. Shu milliy san'atda siz kabi san'atkorlar bor va xususan sizni o'z o'rningiz borligiga shukr qilamiz. Ahror Usmonov do'stlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Aziz ustozlar, aziz hamkasblar, aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Sizlar bilan mana shu
fayzli dargohda ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Boringlarga shukrlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamisha xursandchilik kunlarda ko'rish nasib qilsin. Rahmat. Do'stlik ordeni nishondori xalqimizni dilidagi tuyg'ularini kuylayotgan, kuylaydigan xonandamiz Ahror Usmonovni bugungi xushvaqtimizga qahramon sifatida taklif etdik. Men o'ylaymanki, juda o'rnida bo'ldi va munosib tanlov, chiroyli ko'rsatuv bo'ladi. Haqiqiy xushvaqt bo'ladi. Demak, bugungi ko'rsatuvimizni taqdim etish uchun milliy san'atimiz shinavandalari ila xushvaqt kamera va mikrofonlari bilan birgalikda poytaxtdagi Chilonzor dahasida qad rostlagan Nur saroy koshonasiga tashrif buyurdik. Mana shu koshonadan turib bugun nurli xushvaqtni taqdim etamiz. So'zlaydigan, aytadigan gaplarimiz bor. Kuy-navolarga to'liq bo'ladi bu oqshom. Xususan xushvaqtni yaqin fursatlari mobaynida Ahror Usmonov ijodiga nazar solamiz. Chizgilar, turmush chorrahalarida kechishgan do'stlari, hamkorlari, shogirdlari, oilasi va hokazo. Xullas xushvaqt bo'ladi. Ahror aka, qo'shiqlarda davom etishimiz kerak. Biz aytganimizdek, fursatimiz o'lchoqlik va keyingi fursatlarda odamlar zor, odamlar doim o'zida ehtiyoj sezadigan qiyomatli do'st haqida kuyladingiz. Men o'ylayman, ayni mavrida. Tinglaymiz do'stlar. Marhamat. Mayli omad bir umrlik bo'lmasa ham, toleing ham goho kulib kulmasa ham, bu dunyodan ko'ngling to'lmasa ham, bu dunyodan ko'ngling to'lmasa ham, har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, iymoni bu diyonatli chin do'st kerak. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, iymoni bu diyonatli chin do'st kerak. Yiqilganda kimlar kulib kuzatguvchi, kim beg'araz yordam qo'lin uzatguvchi, vayron bo'lgan ko'ngil uyun tuzatguvchi, vayron bo'lgan ko'ngil uyun tuzatguvchi. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, iymoni bu diyonatli chin do'st kerak. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, iymoni bu diyonatli chin do'st kerak. Haq yo'l qolib qing'ir yo'ldan boshlab ketmas, dilni ezib ko'zlaringni yoshlab ketmas. Boringda ham yo'g'ingda ham tashlab ketmas, boringda ham yo'g'ingda ham tashlab ketmas. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, iymoni bu diyonatli chin do'st kerak. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, iymoni bu diyonatli chin do'st kerak. Darding olib mushkullaring oson yechar, motamingda g'am bodasin birga ichar. Kechganda ham sendan emas jondan kechar, kechganda ham
sendan emas jondan kechar. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, imoni diyonatli chin do'st kerak. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, imoni diyonatli chin do'st kerak. Bu 5 kunlik dünya degan omonatda do'stlar bilan umring o'tsin halovatda. Do'st do'stligin qilar hatto qiyomatda. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, imoni diyonatli chin do'st kerak. Qadri tushmas oltin erib sim bo'lsa ham, saralangay g'alvirda dolim bo'lsa ham, bu dunyoda shohu gado kim bo'lsa ham, bu dunyoda shohu gado kim bo'lsa ham, har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, imoni diyonatli chin do'st kerak. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, imoni diyonatli chin do'st kerak. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, imoni diyonatli chin do'st kerak. Do'st do'stligin qilar hatto qiyomatda. Har kimsaga qiyomatli bir do'st kerak, imoni diyonatli chin do'st kerak. Ahror Usmonov. Rahmat, Juda chiroyli navo. rahmat. Do'st kerak, do'st kerak. Hamma do'st istaydi. O'zimiz nazarimda do'st bo'lishimiz kerak shekilli. Avvalo, do'st topdingizmi? Do'st topdim. Do'st siz bilan bizni yaratgan Alloh. Do'st ota-ona. Do'st sevimli umr yo'ldosh. Va albatta do'st og'ir yengil kuningda yoningda turgan, mana bugun meni hurmat qilib qadam ranjida qilib kelgan aziz qadrdonlarimni men bu dunyodagi inshaalloh qiyomatdagi jannatlardagi do'stlarim deb o'ylayman. Rahmat. Juda ham yaxshi. Ahror aka, bola vaqtlarimizda meni sinfdoshlarim do'stim deb o'ylardim hammasi. Harbiy xizmatga bordim, harbiy xizmatda bu toplangan do'stlarim, shular meni do'stlarim. Institutda san'at instituti o'qidik, hammasi meni do'stlarim deb. Ulg'aydik, o'sdik, o'ndik, o'zimizni tanidik, o'zini tanidik. Keyin jo'ralarim ko'p ekan deb fikrim o'zgardi. Undan so'ng ulfatlar bisyor ekan dedik. Bugun do'stlar bormikin degan savol beramiz. Albatta odamzod xohlaydi, ehtiyoj bor ko'ngillarda, lekin har qanday o'lchamda biz nazarimda baribir do'stga zor ekanmiz. Yana bir fikrim qolib ketmasin. Do'st haqiqiy do'st bo'lib qolish uchun do'stim qolsin desang mangu do'st bo'lib, so'ylagin sen tabu odatin bilib. Oxiri.
ko'ngillarga qaraymiz, ko'ngillarni so'raymiz. Demak, bugun xushvaqt. Xuddi sizni tabiizga moslashamiz. Ko'rsatuvimiz go'zal bo'lishi kerak. Endi do'stlar ko'p, iloyim ko'p bo'lsin, lekin yagonangiz yagona bo'ladi. Gulbahorxon menimcha alohida chizgilar bermaymiz. Shu Gulbahorga bag'ishlangan deb qo'ya qolamiz va barchani davraga, raqsga taklif etamiz. Yagonam o'zing mana. Marhamat, marhamat. Yagonam o'zingsan. Sana bir donam o'zing sana, yagonam o'zing sana, bir donam o'zing sana, jamolingni ko'ray deb giryonang o'zim mana, visolingga yetay deb parvonang o'zim mana. Yoshidan to'yib ichayin, ishqingda mast bo'lib qushdek uchayin, hofizi devona oshig'ing o'zim, seni deb bor yo'g'imdan kechayin. Mehri beadad mehribonim mening, qalbimdagi jo'shqin vulqonim mening, nazaringsiz qolmasin bir soniyam, xayolingsiz o'tmasin onim mening. Yagonam o'zing sana, bir donam o'zing sana, yagonam o'zing sana, bir donam o'zing sana, jamolingni ko'ray deb giryonang o'zim mana, didoringni izlagan devonang o'zim mana. Sen yolg'izim dilda borim, chiroyligim go'zalim betakrorim, hayotimning ma'nosi o'zing o'zing, ishonchim quvonchim kuchmadorim. Sen o'zingsan boyligim ham borlig'im, sen o'zingsan bu dunyoda borligim, bor vujudim birla seni madh etay, sen tufaylidir mening ahrorligim. Yagonam o'zing sana, bir donam o'zing sana, yagonam o'zing sana, bir donam o'zing sana, jamolingni ko'ray deb giryonang o'zim mana, visolingga yetay deb parvonang o'zim mana. Yagonam o'zing sana, bir donam o'zing sana, yagonam o'zing sana, bir donam o'zing sana, jamolingni ko'ray deb giryonang o'zim mana, didoringni izlagan devonang o'zim mana. Xushvaqt davom etadi. Chorshanba aka, qarsak bu e'tiborda, qarsak olqish, rag'bat deb bugun motivatsiya deyishadi, yangicha kalomlar keldi. Maylida motivatsiyani qilib rag'bat biz uchun. Demak, e'tibor. Demak, biz mavjud, masalan, o'zingga shukr deyapmiz. Shukrki, tinglovchilar bor, shukrki aytar so'zimiz mavjud, kuy-navolarimiz o'zimizniki. Behisob shukr. Demak, xushvaqtda davom etamiz. Bu galgi xushvaqtimizga qahramon sifatida el suygan san'atkor Do'stlik ordeni nishondori, bugun pedagog, musiqa ta'lim bo'yicha katta ishlar olib borayotgan munosib xonandamiz, ustoz san'atkorimiz Ahror Usmonov bugun qahramonimiz do'stlar. Ahror aka. Endi bugun shu munosabat bilan poytaxtdagi Chilonzor dahasida qad rostlagan ushbu shinam, ko'rkam, mo'jazo ammo mahobati bor o'ziga yarasha osuda bir orasida Nursaroy koshonasida jam bo'lganmiz. Mana shu Nursaroydan nurli xushvaqtni taqdim etamiz. Ilohim shunday bo'lsin.
Va shu munosabat bilan Ahror Usmonov o'zini do'stlarini, qadrdonlarini, oilasini, shogird, izdosh, hamkasblarini chorlashgan. Birin-ketin albatta yaqindan tanishamiz, anaroq tomoshabinlarga taqdim etamiz. Hozir yana bir qo'shiq so'ramoqchiman. Go'zal Navo o'zi tinglab turib sog'iniladigan qo'shiqlaringiz ko'p. Ahror aka, ko'pincha siz u qo'shiq yoki bu qo'shiqda aytgisiz kelmaydi. Buni sababi ko'p aytganligingizdami yoki o'zingiz ham ba'zan o'zingiz qo'shiqlaringizdan zerikasizmi? Xijolat bo'lgan joyim shuki, efirga bir qo'shig'imiz qayta ketsa, endi muxlislarimiz haqiqiy haligi bir har bir qo'shig'imizni kutib o'tiradigan muxlislarimiz bordi va yana shu qo'shiqni aytdi-ya, bundan boshqa qo'shiq yo'qmikan degan fikrdagilar ham bo'lishi mumkin-da. Shularni oldida haligi yo'q, bu qo'shiqdan boshqa yana boshqa qo'shiqlarimiz ham bor degan fikrda bu qo'shiqda aytmay qo'ya qolaydi, mana boshqasi bor. Muxlislar, eshitmagan muxlislarimiz eshitsin degan fikrda aytishi mumkin. Bo'lmasa har bir qo'shig'imiz bizni farzandlarimiz kabi sevimlidir. Shubhasiz shunday. Lekin biz dunyoga hammaga yoqish uchun kelmaganmiz o'zi aslida. Hammaga yoqishni istash bu sog'lom odamning orzusi emas. Shuning uchun boringizga shukr. Chiroyli qo'shiqlaringiz ko'p, lekin men ham endi o'zimga yoqqanini so'rayman-da, sen unda ham bunda go'zal qo'shig'ingiz bor. Shuni kuylab berishingizni iltimos qilaman. Aynan mana shu loyihaga bugun O'zbekiston xalq artisti Rushanaxonim Sultonova rahbarligidagi ansambl Yakkaxon raqqosasi bizni ajoyib professional raqqosamiz Sitoraxon Avezovani taklif etganman. Bir chiroyli xirom qilib payzli bo'ladi deb o'ylayman. Tolibjon bir gap ochadi deydi ustozimiz Sheral Jo'rayev, bilasizmi nima deganlar? O'yinga tushdi bilgan odam suvni shaldirashiga ham o'yinga tushaverar ekan. Ba'zi birlar hali sho'x qo'shiq aytib tursangiz, deydi, sho'xrog'idan ayting deydi-da. O'zi sho'x qo'shiq ketyapti. Yana sho'xrog'idan aytdi. O'zi ham ba'zi birlari qaysi qo'shiqqa tushdi o'zi ham bilmaydiganlar bor. Endi shunaqa odamlar, shunaqa muxlislar borki, haligi ustozim aytganlaridek suvni shildirashiga ham o'yinga tushadigan-dek. Bu qo'shig'imiz garchan mahzun qo'shiq, eshitadigan, xayol suradigan, hayotiy qo'shiq ekanligidan bunday olib qaraganda qani ko'raylikchi. Go'zal. Qanaqa raqs bo'lar ekan. Go'zal bo'ladi. Suvni shildirashi hech narsa bo'lmaydi hozir. Qani. Marhamat. Marhamat. Bahor qaytdi erimoqdamiz, yuragimda xazon rezgi kuz. Bahor qaytdi erimoqdamiz, yuragimda xazon rezgi kuz. Topolmayman aytmoqqa bir so'z, sen undayu men bunda yolg'iz. Topolmayman aytmoqqa bir so'z, sen undayu men bunda yolg'iz. Gul ekkandim senga rangarang, uzmoqlikka qo'l bormas hargiz. Gül ekkandim senga rangarang, uzmoqlikka qo'l bormas hargiz. O'zi tersin degandim attang, sen undayu men bunda yolg'iz. O'zi tersin
degandim attang. Sen undayu men bunda yolg'iz. Qaytdi kuzda ketgan qaldirg'och. Sen qaytmading sevgilim esiz. Qaytdi kuzda ketgan qaldirg'och. Sen qaytmading sevgilim esiz. Tapolmadik chorayu iloj. Sen undayu men bunda yolg'iz. Barcha bizni qilardi havas. Ko'kda oy ham hattoki yulduz. Barcha bizni qilardi havas. Ko'kda oy ham hattoki yulduz. Ko'z tegdimi bizlarga behos. Sen undayu men bunda yolg'iz. Ko'z tegdimi bizlarga behos. Sen undayu men bunda yolg'iz. Umid guli so'ndi noiloj. Ko'yi ishqda qoldi qo'sha iz. Umid guli so'ndi noiloj. Ko'yi ishqda qoldi qo'sha iz. Kimlar baxti topoldi rivoj. Sen undayu men bunda yolg'iz. Kimlar baxti topoldi rivoj. Sen undayu men bunda yolg'iz. Bahor qaytdi erimoqda muz. Yuragimda xazon ezgi kuz. Topolmayman aytmoqqa bir so'z. Sen undayu men bunda yolg'iz. Topolmayman aytmoqqa bir so'z. Sen undayu men bunda yolg'iz. Sen undayu men bunda yolg'iz. Sen undayu men bunda yolg'iz. Ahror Usmonov, Sitoraxon ovozi, Qo'shvaq, Nursaroy. Davom etamiz do'stlar, davom etamiz. Va fursatlarni o'lchoqlik. Men o'ylaymanki, hozir ayni muddao tomoshabinlarimiz uchun Shamol sabab qo'shig'ini tinglamasak bo'lmaydi. Marhamat. Shamol sabab tinglaymiz do'stlar. Eng go'zal navo. Marhamat.
Shamol sabab ehtimol tunda eshik g'ichirlar boshlanar mahallada har xil pichirlar. Sizga nima, siz uxlang, hech ishingiz bo'lmasin. Kimda kimning ko'ngli bor, qo'yavering o'ynasin. Sizga nima, siz uxlang, hech ishingiz bo'lmasin. Kimda kimning ko'ngli bor, qo'yavering o'ynasin. Aşıqlarına aşıqdik, mayli ko'ngil xushlasın. İkki aşık istasa, shamol bilan mushlasin. Aşıqlarına aşıqdik, mayli ko'ngil xushlasın. İkki aşık istasa, shamol bilan mushlasin. O'ksimasin qiz qalbi, yigit rayi o'lmasin. Kimda kimning ko'ngli bor, qo'yavering o'ynasin. O'ksimasin qiz qalbi, yigit rayi o'lmasin. Kimda kimning ko'ngli bor, qo'yavering o'ynasin. G'iybat qilmang yigitni, uyaltirmang qizni ham. Shunday o'tli muhabbat silab o'tsin sizni ham. G'iybat qilmang yigitni, uyaltirmang qizni ham. Shunday o'tli muhabbat silab o'tsin sizni ham. Bitta sovuq so'z tufayli sevgi bog'i so'lmasin. Kimda kimning ko'ngli bor, qo'yavering o'ynasin. Bitta sovuq so'z tufayli sevgi bog'i so'lmasin. Kimda kimning ko'ngli bor, qo'yavering o'ynasin. Kızga haya yigitning g'urur bo'lsin yo'ldoshi. Termilishi bir-birim didoriga to'ymasin. Kimda kimning ko'ngli bor, qo'yavering o'ynasin. İlk sevgiden iymanib, so'ng pushaymon yonsakim. Sepli qizga suykalib, epli qizdan tonsakim. Nasib etmasa yor vasli, endi hajri qiynasin. Kimda kimning ko'ngli bor, qo'yavering o'ynasin. Sizga nima, siz uxlang, hech ishingiz bo'lmasin. Kimda kimning ko'ngli bor, qo'yavering o'ynasin. Termilishi bir-birin didoriga to'ymasin. Kimda kimning ko'ngli bor, qo'yavering o'ynasin. Ofarin. Munosabatlarimizni, mehrimizni she'rlardan ifodalab kelaman. Ahrorjonga bir necha she'rlar yozganman, shulardan bittasini qisqa o'qib beraman. Hofizi zamonim degan. Beshariq bag'ridan chiqqan mard o'g'lon, navolar taratib kuylar bearmon. Sozida sehr bor, so'zida tug'yon. Hofiz zamonim, ey Ahror Usmon, dillarga darmonim, ey Ahror Usmon.
Bugun men sizga she'r tutib shodonman. Ammo arzir hatto bitsam dostonman. Chorsham degan o'sha sodiq hamxonman. Suringiz sog'amon ey Ahror Usmon. Suring davri davron ey Ahror Usmon. Torlik borgan sari jigarchilikka aylanib ketyapti. Borgan sari Ahrorga o'tirmang. Endi ko'rsatuvimiz borgan sari qizyapti, uni aytmasangiz bo'lmaydi. Rahmat do'stlar, Ahror Usmonov kuylaydi bizda. Xo'p, rahmat. Xo'p. bahor begonadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari bizga bahor begonadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari shodon yelib yurar edik avvallari endi umr g'amxonadir borgan sari shodon yelib yurar edik avvallari endi umr g'amxonadir borgan sari bizga bahor begonadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari Tolibdimi yaşamaktan cismi canım Tan içre dert pinhanadır borgan sarı Tolibdimi yaşamaktan cismi canım Tan içre dert pinhanadır borgan sarı Şifa so'rab borsam manzil makonlarga topar joyim xilxonadir borgan sari shifo so'rab borsam manzil makonlarga topar joyim xilxonadir borgan sari bizga bahor begonadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari Dostiyar hem yiralaşıp sekin sekin adavetler xiyanadır bargan sarı İzlenemem, yığlanemem ruhum tiyar Yalnız Xudo hamxonadir borgan sari shoshdan ketar bo'lsa chorsham borgan yeri shoshdan ketar bo'lsa chorsham borgan yeri Buxoroyu Farg'onadir borgan sari shoshdan ketar bo'lsa chorsham borgan yeri Buxoroyu Farg'onadir borgan sari bizga bahor
begonadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari bizga bahor begonadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari ko'nglimiz ham vayronadir borgan sari. Rahmat Oljon taklif etgani uchun harakati rahmat. Ahrorjon haqida ko'rsatuv bo'ladi, men kelmasligim mumkin emas edi. Buxoroda mana yubileylar o'tayotgan edi, shularni ham davom ettirib keldim. Allohga shukr. Endi bilasizmi, bir narsa aytmoqchiman. Shu Alloh mo'jizalarga qoyil qolasizda, insonlar taqdiran duch kelib yashaydilar. Shu lavhul mavzu yozilgan bo'ladi. Unga nimadir sabab bo'ladi. Biz Ahrorjon bilan mana 25 yil bo'ldi, qalban, ruhan hamma tomonlama birimizda. Mana shu tanishishimizga, mana shunday do'st bo'lishimizga, ijod qilishimizga she'r, qo'shiq sabab bo'lgan. 2000-yilda mana kichkina bir aeroyerlarda kitobim chiqqan, juda mo'jazgina. Shu qo'llarga tushib bir necha she'rlarga o'sha kuy bastalab, ayniqsa borgan sariga, shu endi ruhiyat shunaqa ekanda. Qo'shiqni yozib, menga kaset orqali jo'natganlar. Biz tanishib bo'lmaganmiz. Faqat 1 yildan keyin tanishganmiz. Allohga shukr, mana shundan beri o'nlab qo'shiqlar yaraldi, ijodiy hamkorliklar, mana do'stona suhbatlar deymizmi, davom etyapti. Allohga shukr. Juda go'zal, munosib. Endi ta'kidlash kerak, garchi tomoshabinlarimiz yaxshi bilsalar ham kerak deb o'ylayman. Choshab Ro'ziyev so'zi bilan juda ko'p qo'shiqlar kuylagan Azur Usmonov. Ammo lekin juda ommalashgan bo'lgani uchun borgan sarini odamlar ko'p so'raydi. Undan boshqa ham elga, qalbiga yaqin bo'lgan chiroyli da'volari bisyor. Shunday san'atkorlar bor, turmushi yellikka bo'ladi. Xalq har kuni ko'rmasa-da, uni juda yaxshi ko'radi, yaxshi biladi, qayerda bo'lgan, nima qilgan, qanday bo'lgan, qachon, keyin, nima. Ahol Usmonov shunaqa san'atkorlar. Men o'ylaymanki, mana shu xalqchilik san'atkorni elga yaqin qiladi va har qanday o'lchamda, daraja, unvonlardan soz bo'lib ko'rinadi. Soz bo'ling, omon bo'ling shogirdlaringizdan degan qahramon Rizo Jumanov bugun qo'shiq aytdilar. Yaxshi marhamat. Farzandlar o'stirgan niyatlari oq, bir umr mehnatdan qo'llari qadoq. Farzandlar o'stirgan niyatlari oq, bir umr mehnatdan qo'llari qadoq. 60ga kirmasdan sochlari oppoq. Otangni sevmasang kimni sevasan? Otangni sevmasang kimni sevasan? Barcha farzandlarin birdayin ko'rgan, saharda non yopib sochlari kuygan. Barcha farzandlarin birdayin ko'rgan, saharda non yopib sochlari kuygan. Yeb turgan oshini senga ilingan. Onangni sevmasang kimni sevasan? Onangni sevmasang kimni sevasan?
zamoning yopgan 40 bitta jonini senga baxsh etgan boriga shukr deb qanoat topgan ayoling sevmasang kimni sevasan ayoling sevmasang kimni sevasan uyga qaytganingda dadajon degan erkalab suysang uni beg'ubor kulgan uyga qaytganingda dadajon degan erkalab suysang uni beg'ubor kulgan 3 kun ko'rmay qolsang tushingga kirgan bolangni sevmasang kimni sevasan bolangni sevmasang kimni sevasan Davrığı dünyoni olib ulgurgan xalqi baxtiyorlik gashtini surgan Davrığı dünyoni olib ulgurgan xalqi baxtiyorlik gashtini surgan Allah'dan bir hisob saxovat ko'rgan vatanni sevmasang kimni sevasan vatanni sevmasang kimni sevasan Allah'dan bir hisob saxovat ko'rgan vatanni sevmasang kimni sevasan shu yurtni sevmasang kimni sevasan Demek kamera ve mikrofonlarımız poytaxtdagi Chilonzor Hasan qadrlagan muhtasham Nur saroy koshonasi bo'lib o'rnatilgan koshonadan qishloqni davom ettiramiz. O'sha vaqtimiz qahramoni erishilgan san'atkor Ahror Usmonovga erishilgan muvaffaqiyatlar haqida endi hayot faqat fanoga yoki butunlay azob emas, lekin sinovli dunyo. Ko'p qiyinchiliklar, mashaqqatlar ortda qoldi deb o'ylayman. Bugun san'at yo'nalishida mohir pedagog o'zlari musiqa yo'nalishida o'zlarini Ahror Usmonov shogirdi deb biladigan katta aktyorimiz, erishilgan san'atkorimiz Dilmurod Uzoqov kelganlar. Dilmurod, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Necha yildirki hamma ko'rsatuvlarimiz, loyihalarimizda birga kelasiz. Assalomu alaykum ustozimizning muxlislari, ustozlar. Bitta narsani ko'rsatuv boshlangandan beri o'ylab o'tiribmanki, mana sinovli dunyo dedilar Tolib akam. 22-iyun kuni ustozimizni boshlariga bir ish tushdi-da. Buni ko'pchilik eshitgan xabarlari bor. Avtohalokat bo'ldi. 21-iyun kuni tug'ilgan kunlarida birga o'tirdik-da, ertasi kuni shu voqea bo'ldi. Shu bilan bemor bo'ldilar, davolandilarda 1-oktyabr hisoblab ko'rsanglar, 22-iyundan 1-oktyabrgacha 100 kun bo'ldi. 100 kun yotdilar shu inson. Keyin men bordim uylariga, ustoz dedim, bugun 100 kun bo'pti bir joyda yotganingizga. Sen necha kilo ko'tara olasan dedilar. Endi nimalari baquvvat edi, og'irliklari. Men ko'taraman dedim. 80 kilo, 90 kilo ko'taraveraman deb boribman-da. Tashqariga olib chiqib olmasam meni bir havoga dedilar. Shuni ko'tarib tashqariga olib chiqdik. Olib chiqsak, qani nima qilar ekanlar desak, birinchi xayollariga kelgan narsani qarang, o'tiribdilar-da tashqarida. Ha. Xudoga shukr, ovozim joyida ekan-u deydilar. Boshqa hech qayerda o'ylamayaptilar. Oyoq yurmaydi, qo'l sinib ketgan. Yana bir ilohiy narsaga qoyil qolamizki, shu sinib ketgan barmoqlari bilan hozir ham uncha-muncha sozandadan yaxshi chaladilar-da. Bu narsalar ilohiy narsalar. Davom etamiz do'stlar, davom etamiz efirda shular. Endi shogirdlaringiz ko'p, hammasi taklif etsangiz ko'rsatuvimizdan berilmaydi, ko'rsatuvimizga sig'maydigan restoranlarga, lekin mana Elchiygan xonanda Xorazm milliy ilk san'at bilimdoni Iroda Iskandarov nashr berganlar bilaman, hamjihatlik bor, bilaman, agresivlik bor, oilaga yaqinsilar. Ya'ni bir qo'shiq kuylaksizlar fors tilida. Kelinglar shuni
tinglaylik o'rtoqlar. Irodaxon Iskandar va Ahror Usmonov. Marhamat. Dimiz Obidjon. Odamlar o'zgardi shunchalik, hayratdan yig'lagim kelyapti. Shafqatsiz bo'lmasa bunchalik, odamlarga nima bo'lyapti? Tildan to'lib toshdi ey g'iybatlar, g'iybatlar, yaxshiga qilinsa-da tuhmatlar. Bag'rim cho'qib tinmay, kalxatlar, kalxatlar, odamlarga nima bo'lyapti? Mehr oqibat to'nin yechganlar, yechganlar, zo'rg'a oyoqdan turolmay ichganlar. Ota-onasidan voz kechganlar, kechganlar, odamlarga nima bo'lyapti? Bag'al ochlikdan qaqshasa, yetimlar mehrsiz yashasa, do'stlaring nomardga o'xshasa, odamlarga nima bo'lyapti? Oh. Qorindan tushgan jigarlar, bir oyda ham olmas xabarlar. Hatto yuz ko'rmas bo'lib ketsalar, odamlarga nima bo'lyapti? Tildan to'lib toshdi ey g'iybatlar, g'iybatlar, yaxshiga qilinsa-da tuhmatlar. Bag'rim cho'qib tinmay, kalxatlar, kalxatlar, odamlarga nima bo'lyapti? Mehr oqibat to'nin yechganlar, yechganlar, zo'rg'a oyoqdan turolmay ichganlar. Ota-onasidan voz kechganlar, kechganlar, odamlarga nima bo'lyapti? Muhtaram teletomoshabinlar, aziz san'atkorlar, do'stlar, Ahror Usmonovni shidabandalari, muxlislari, darot Ahror Usmonovni qizi ham shu yerda. Ko'rganimizda xursandmiz. Dadangizga aytadigan gapingiz yosh oldingiz yo'qmi? Yaxshi ko'rishimni o'zlari ham biladilar. Yana bir bor aytib o'taman. Adajonimizni siz juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Bizning vaqtimizga hamisha sog' salomat bo'lib, bizlarning boshimiz quruq yerdadir. Rahmat asal qizim. Men ham hammanglarni yaxshi ko'raman. Rahmat. Shoshma. Demak, Rahmat. intihoda bizni tinglab tomosha qilgan aziz teletomoshabinlarimizga va ko'rsatuv mobaynida biz bilan birga bo'lgan qadrdonlarimizga minnatdorchilik bildiramiz va barchangiz nomingizdan bizni ko'rsatuvimizni tasvirga olib taqdim etishga ko'rsatgan beminnat yordam uchun
Nur Saroy koshonasiga alohida rahmatlarimizni, muhabbatimizni bildiramiz. Omon bo'linglar, ko'rishguncha sog' bo'linglar. Hamisha faqat davralarda ko'rkam, fayzli fursatlarda ko'rishaylik. Omon bo'ling do'stlarim. Marhamat. Vahay vahay Lazgi çalın ahay ahay Devre alın vahay vahay Lazgi düşün ahay ahay Devre alın vahay vahay Lazgi çalın ahay ahay Devre alın vahay vahay Lazgi düşün ahay ahay Sazandalar bulunlar ey Sazını kola alınlar ey Sazandalar bulunlar ey Sazını kola alınlar ey Kanat günce oynaganı Oynalını çalınlar ey Kanat günce oynaganı Oynalını çalınlar ey Devre alın vahay vahay Lazgi çalın ahay ahay Devre alın vahay vahay Lazgi düşün ahay ahay Mehmanlarımız hem oynasın Mezbanlarımız hem oynasın Mehman mezban közün yakıp Kadırdanlar oynasın Mehman mezban közün yakıp Kadırdanlar oynasın Devre alın vahay vahay Lazgi çalın ahay ahay Devre alın vahay vahay Lazgi düşün ahay ahay Aşık erkin sözler bilen Yüzleri kırmızılar bilen Aşık erkin sözler bilen Yüzleri kırmızılar bilen Oynasa ilhamı taşar Oydek güzel yüzler bilen Oynasa ilhamı taşar Oydek güzel yüzler bilen Devre alın vahay vahay Lazgi çalın ahay ahay Devre alın vahay vahay Lazgi düşün ahay ahay Devre alın vahay vahay Lazgi çalın ahay ahay Devre alın vahay vahay Lazgi düşün ahay ahay